Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushunib bermoqchiman. Barcha pensionerlar shifokorlik komissiyasidan o'tishga majburlanadimi? Kimlar albatta tekshiruvdan o'tishi kerak? Kimlar bundan xavotir olmasa ham bo'ladi? Va eng asosiysi, bunday chaqiruv kelganda nima qilish kerak? Bu ma'lumot har bir pensionerga nogironlik pensiyasi olayotgan fuqarolarga, ularning farzandlariga va yaqinlariga bevosita tegishli. Chunki bitta hujjatni vaqtida topshirmaslik, bitta chaqiruvni e'tiborsiz qoldirish yoki komissiyaga kechikib borish pensiya to'lovida muammo keltirib chiqarishi mumkin. Men bu mavzuni oddiy tilda, lekin huquqiy va amaliy tomondan batafsil tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki oxirida komissiya borishdan oldin qanday hujjatlarni tayyorlash, qaysi joyga murojaat qilish va qanday xatolardan saqlanish kerakligini aniq aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikka vaqtida yetib borish kerak. Avvalo eng muhim savolga javob beraman. Hamma pensionerlar bir xil tartibda shifokorlik komissiyasidan o'tishga majbur degan gapni to'g'ridan to'g'ri tushunish noto'g'ri. Oddiy yoshga doir pensiya olayotgan fuqaro bilan nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaroning holati bir xil emas. Pensiya turi, sog'lig'i bo'yicha berilgan xulosa, nogironlik muddati. Avvalgi tibbiy hujjatlar va davlat organlari talab qilgan qayta ko'rik sanasi bu masalada hal qiluvchi ahamiyatga ega. Oldin ko'pchilik holatlarda pensionerlar faqat bir marta tibbiy xulosa olib, keyin yillar davomida hech kim bezovta qilmaydi deb o'ylardi. Ayniqsa nogironlik pensiyasi tayinlangan fuqarolarning bir qismi menga bir marta guruh berilgan, demak endi doimiy deb hisoblagan. Lekin amaliyotda bunday emas. Nogironlik guruhi ayrim hollarda muddatsiz beriladi. Ayrim hollarda esa ma'lum muddatga beriladi. Agar hujjatda qayta ko'rik muddati ko'rsatilgan bo'lsa, fuqaro o'sha muddat kelganda tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasidan qayta o'tish kerak bo'ladi. Hozir o'zgarayotgan asosiy jihat shundaki, davlat organlari ma'lumotlarni elektron tizimlar orqali ko'proq solishtirmoqda. Ya'ni kimga pensiya to'lanmoqda, kimda nogironlik guruhi bor, qaysi fuqaroning qayta ko'rik muddati tugagan, kim hujjatni yangilamagan, kimning tibbiy xulosasi eskirgan. Bular endi avvalgidek faqat qog'oz papkalarda qolib ketmaydi. Tizimda muddat ko'rinsa, fuqaro chaqirilishi mumkin. Shu sababli odamlar orasida hamma pensionerlarni majburlab komissiyadan o'tkazishadi degan gap tarqaydi. Aslida esa masala aniq guruhlarga bog'liq. Men birinchi navbatda pensionerlarni 3 toifaga ajratib tushuntiraman. Birinchi toifa oddiy yoshga doir pensiya olayotgan fuqarolar. Masalan, erkak kishi belgilangan yoshga yetib, mehnat staji asosida pensiyaga chiqqan bo'lsa, yoki ayol kishi yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsa, u faqat pensiya olayotgani uchun shifokorlik komissiyasidan majburiy o'tish kerak degan qoida yo'q. Ya'ni 63 yoshli erkak yoki 28 yoshli ayol oddiy pensiya olayotgan bo'lsa, pensiyani davom ettirish uchun har yili varaqlar komissiyasiga borishi shart emas. Ikkinchi toifa. Nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi olayotgan fuqarolar. Mana shu guruhda ehtiyot bo'lish kerak. Agar fuqaroning nogironlik guruhi muddatli qilib bergan bo'lsa, masalan, 1 yilga yoki 2 yilga belgilangan bo'lsa, muddat tugashidan oldin yoki tugagan paytda u qayta tibbiy ko'rikdan o'tish talab qilinadi. Bu komissiya fuqaroning sog'lig'i yaxshilanganmi, yomonlashganmi, avvalgi holat saqlanib qolganmi, mehnat qobiliyati qay darajada cheklanganini baholaydi. Uchinchi toifa, yoshga doir pensiya olayotgan, lekin qo'shimcha ravishda nogironlik maqomiga ega bo'lgan fuqarolar. Masalan, odam yoshga doir pensiyaga chiqqan, keyin yurak kasalligi, insult, ko'rish qobiliyati pasayishi, saraton kasalligi yoki boshqa og'ir holat sabab nogironlik guruhi ham belgilangan. Bu holatda u oddiy pensiya sifatida emas, balki nogironlik maqomi bo'yicha qayta ko'rik tartibiga tushishi mumkin. Demak, masalaning kaliti pensioner degan umumiy nomda emas, aynan uning hujjatlarida qanday maqom borligida. Endi oddiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, Toshkent viloyatida yashovchi 66 yoshli aka yoshga doir pensiya oladi. U butun umr zavodda ishlagan, pensiya staji yetarli. Sog'lig'ida muammolar bor, qon bosimi ko'tariladi. Lekin unga nogironlik guruhi berilmagan. Bunday fuqaro faqat yoshga doir pensiya olayotgani uchun komissiyadan o'tishga majbur emas. Agar poliklinika uni profilaktik ko'rikka chaqirsa, bu boshqa masala. Lekin pensiyasini saqlab qolish uchun maxsus komissiyadan o'tish shart degani emas.
Ikkinchi misol, 52 yoshli ayol ikkinchi guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Unga nogironlik 2 yil muddatga berilgan. Hujjatida qayta ko'rik sanasi 2025 yil mart oyigacha deb yozilgan. Agar u mart oyigacha hujjatlarni tayyorlab komissiyaga bormasa, nogironlik muddati tugagan deb hisoblanishi mumkin. Natijada pensiya yoki nafaqa to'lovi vaqtincha to'xtashi, keyin esa hujjatlar qayta rasmiylashtirilgandan keyingina davom ettirilishi mumkin. Bu yerda eng katta xato meni chaqirishmadi, demak bo'lishim shart emas deb o'ylashdir. Qayta ko'rik sanasi fuqaroning o'z hujjatida turadi. Shuning uchun uni kuzatib borish kerak. Uchinchi misol. Yetim yoshli ota yoshga doir pensiya oladi. Lekin 5 yil oldin insult o'tkazgan va birinchi guruh nogironligi muddatsiz belgilangan. Agar hujjatda nogironlik muddatsiz deb yozilgan bo'lsa, odatda har yili qayta komissiyadan o'tish talab qilinmaydi. Lekin agar davlat organi hujjatlarda nomuvofiqlik aniqlasa, masalan, eski xulosa tizimda ko'rinmasa yoki tibbiy ma'lumotlar to'liq bo'lmasa, qo'shimcha aniqlashtirish so'ralishi mumkin. Bu qayta guruh berish jarayoni emas. Ko'pincha hujjatni tasdiqlash yoki ma'lumotni yangilash bo'ladi. 4-misol. 6 yoshli fuqaro 3-guruh nogironligi bilan ishlashda davom etmoqda. Unga nogironlik 1 yilga berilgan. U o'zini yaxshi his qila boshlagan. Ishga chiqqan, daromadi bor. Komissiya qayta ko'rikda uning ahvolini baholab, guruhni saqlab qolishi, o'zgartirishi yoki bekor qilishi mumkin. Odamlar bundan qo'rqadi, lekin komissiyaning vazifasi faqat to'lovni to'xtatish emas. Vazifa tibbiy holatni real baholashdir. Agar kasallik davom etayotgan bo'lsa, hujjatlar to'liq bo'lsa, shifokorlar yozuvlari, tahlillar, davolanish tarixi bor bo'lsa, fuqaroning huquqi himoya qilinadi. Men aniq aytaman. Agar siz faqat yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, nogironlik guruhi bo'lmasa, pensiya tayinlashda sog'liq holati asosiy sabab bo'lmagan bo'lsa, siz hamma pensionerlar majburiy komissiyadan o'tadi degan gapdan vahimaga tushmang. Sizning pensiyangiz yosh, staj va ish haqi ma'lumotlari asosida tayinlangan bo'ladi. Bunday pensiya tibbiy komissiya natijasiga bog'liq emas. Lekin bu umuman shifokorga bormang degani emas. Yosh o'tgan sari profilaktik ko'rik qon bosimi, qand miqdori, yurak, buyrak, ko'z, bo'g'imlar bo'yicha tekshiruvlar kerak. Faqat buni pensiyani to'xtatish bilan adashtirmaslik zarur. Poliklinika sizni umumiy tibbiy ko'rikka chaqirsa, bu sog'liqni kuzatish uchun bo'lishi mumkin. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasi esa boshqa masala. U nogironlik holatini rasmiy baholaydi. Agar siz nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi olayotgan bo'lsangiz, hujjatingizni bugunoq ko'rib chiqing. Unda nogironlik guruhi, sabab, muddati va qayta ko'rik sanasi yozilgan bo'ladi. Agar muddatsiz deb yozilgan bo'lsa, holat boshqa. Agar falon sanagacha deb yozilgan bo'lsa, demak siz o'sha muddatni o'tkazib yubormasligingiz kerak. Ayniqsa 2 va 3-guruh nogironligi bor fuqarolar ko'proq qayta ko'rikdan o'tadi. Chunki bu guruhlar sog'liq holati vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin deb baholanadi. Masalan, operatsiyadan keyingi tiklanish, suyak sinishi, yurak amaliyotidan keyingi davr, onkologik davolanishdan keyingi kuzatuv, ko'rish yoki eshitishdagi o'zgarishlar, ruhiy kasalliklar, asab tizimi kasalliklari bo'yicha komissiya davriy baholash belgilashi mumkin. Ota-onalar ham e'tiborli bo'lishi kerak. Agar farzandingiz bolalikdan nogironligi bo'yicha nafaqa olsa, uning yoshi, tibbiy xulosasi va qayta ko'rik muddati muhim. Ayrim holatlarda bola voyaga yetganda maqom qayta ko'rib chiqiladi. Masalan, 15 yoshga to'lganda avvalgi bolalikdan nogironlik xulosasi avtomatik ravishda kattalar guruhiga aylanib qolmaydi. Hujjatlar qayta tayyorlanishi. Mutaxassislar xulosasi yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchidan, muddatsiz nogironlik ham hujjatsiz qolish mumkin degani emas. Agar sizda eski qog'oz xulosa bor. Lekin elektron bazada ma'lumot ko'rinmasa, pensiya organi yoki boshqa idora sizdan tasdiqlovchi hujjat so'rashi mumkin. Shuning uchun eski hujjatlarni yo'qotmang. Nusxa qildiring, imkon bo'lsa elektron ko'rinishda saqlang. Ikkinchidan, chaqiruv kelmagan bo'lsa ham muddatni o'zingiz kuzatishingiz kerak. Ba'zi odamlar telefon raqamini almashtiradi, yashash manzilini o'zgartiradi, ro'yxatdan o'tgan joy boshqa bo'ladi. Natijada xabar yetib kelmaydi. Lekin muddat tugagani tizimda ko'rinadi. Keyin fuqaro menga hech kim aytmadi desa ham to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Men har doim maslahat beraman. Qayta ko'rik sanasidan kamida 1,5 yoki 2 oy oldin poliklinikaga murojaat qiling.
Uchinchidan, komissiyaga faqat kasallik nomi bilan borish yetarli emas. Masalan, odam menda yurak kasalligi bor deydi. Lekin komissiya uchun kasallikning darajasi, asoratlari, ish qobiliyatiga ta'siri, davolanish natijasi, analizlar va tekshiruvlar muhim. Qon bosimi bir marta ko'tarilgani boshqa, doimiy yuqori bosim, yurak yetishmovchiligi, tez shifoxonaga yotish, EKG va UZI natijalari boshqa. Shuning uchun hujjatlar aniq bo'lishi kerak. 4-dan, komissiyada guruh pasaytirilishi yoki bekor qilinishi mumkin. Bu ko'pchilikni qo'rqitadi. Lekin agar sizning ahvolingiz avvalgidek og'ir bo'lsa yoki yomonlashgan bo'lsa, buni so'z bilan emas, hujjat bilan ko'rsatish kerak. Shifoxonada yotgan bo'lsangiz, chiqish varaqasi bo'lsin. Dorilar ichayotgan bo'lsangiz, shifokor yozuvi bo'lsin. Tahlil topshirgan bo'lsangiz, natijalar bo'lsin. To'r mutaxassis ko'rgan bo'lsa, xulosa bo'lsin. Men o'zimni yomon his qilyapman degan gap muhim, lekin rasmiy qaror uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. 5-dan, ayrim pensionerlar komissiyaga borishning o'ziga qiynaladi. Masalan, yotib qolgan bemor, harakatlana olmaydigan birinchi guruh nogirini, og'ir insultdan keyingi bemor yoki qarorchiga muhtoj inson. Bunday holatda yaqinlari poliklinika va mas'ul idoraga murojaat qilib, ko'rikni uyda o'tkazish yoki hujjatlar asosida ko'rib chiqish tartibi bor yo'qligini aniqlash kerak. Har bir holatda tartib, hudud va kasallik holatiga qarab farq qilishi mumkin. Lekin bemorni majburan ko'tarib olib borishdan oldin rasmiy imkoniyatlarni so'rash zarur. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, pensiya yoki nogironlikka oid barcha hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, nogironlik haqidagi ma'lumotnoma, avvalgi tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi. Poliklinika kartasi, shifoxonadan chiqish varaqalari, tahlillar, UZI, MRT, KT, rentgen, EKG, to'r mutaxassislar xulosalari, dori-darmon yozuvlari alohida papkada tursin. Ikkinchi qadam, hujjatda qayta ko'rik sanasini toping. Agar sana yaqinlashgan bo'lsa, masalan 1 oy yoki 2 oy qolgan bo'lsa, kutib o'tirmang. O'z hududingizdagi oilaviy poliklinikaga boring. Terapevt yoki oilaviy shifokorga murojaat qilib, menda nogironlik bo'yicha qayta ko'rik muddati yaqinlashyapti. Tibbiy hujjatlarimni tayyorlashim kerak deb aniq ayting. Shifokor sizni kerakli mutaxassislarga yuboradi. 3-qadam. Kasalligingiz bo'yicha asosiy mutaxassis xulosasini oling. Agar yurak kasalligi bo'lsa, kardiolog, asab tizimi bo'lsa, nevropatolog, ko'z bo'yicha bo'lsa, oftalmolog, eshitish bo'yicha bo'lsa, lor onkologik kasallik bo'lsa, onkolog, bo'g'im, umurtqa, jarrohlikdan keyingi holat bo'lsa, travmatolog yoki jarroh, ruhiy holat bo'yicha psixiyat xulosasi talab qilinishi mumkin. Har bir mutaxassis xulosasida kasallik nomi, darajasi, asoratlar va kundalik hayotga ta'siri yozilishi muhim. 4-qadam, barcha tekshiruvlarni muddatiga e'tibor berib topshiring. Juda eski analizlar ba'zan qabul qilinmasligi mumkin. Masalan, 3 yil oldingi o'zi hozirgi holatni ko'rsatmaydi. Agar komissiya yaqin bo'lsa, yangi tahlillar kerak bo'ladi. Qon tahlili, siydik tahlili, EKG, rentgen, UZI yoki boshqa tekshiruvlar kasallikka qarab belgilanadi. Siz shifokordan komissiya uchun qaysi tahlillar yangilanishi kerak deb so'rang. 5-qadam, ariza yoki yo'llanmani to'g'ri rasmiylashtiring. Odatda poliklinika tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasiga yo'llanma tayyorlaydi. Bu yo'llanmada sizning kasallik tarixingiz, shikoyatlaringiz, tekshiruv natijalari, davolanish holati va mutaxassis xulosalari bo'ladi. Eng katta xato shuki, odamlar hujjatni tekshirmasdan topshiradi. Men maslahat beraman. Familiya, ism, tug'ilgan sana, pasport ma'lumoti, manzil, kasallik nomi va qayta ko'rik sababi to'g'ri yozilgani albatta ko'ring. 6-qadam, komissiya kuni o'zingizni tayyorlang. Hujjatlarning asl nusxasi va ko'chirmalarini olib boring. Telefoningiz zaryadlangan bo'lsin. Agar sizga qarovchi kerak bo'lsa, farzandingiz yoki yaqin insoningiz birga borsin. Shifokor savol berganda aniq javob bering. Qachondan beri kasalsiz? Qanday davolandingiz? Hozir nimalarga qiynalasiz? Yura olasizmi? O'zingiz ovqatlana olasizmi? Dori ichasizmi? Ish qobiliyatingiz qanday? Tez shifoxonaga tushasizmi? Mubolag'a qilmang. Lekin muammoingizni yashirmang ham. 7-qadam, qaror natijasini yozma yoki rasmiy shaklda oling. Agar guruh saqlansa, muddati va keyingi qayta ko'rik sanasini yozib qo'ying. Agar guruh o'zgarsa yoki bekor qilinsa, sababini tushunib oling. Qarordan norozi bo'lsangiz, belgilangan tartibda yuqori komissiyaga
yoki tegishli organlarga shikoyat qilish huquqingiz bor. Shikoyat qilishda men rozi emasman deyishning o'zi kamlik qiladi. Siz aniq tibbiy dalillar, yangi xulosalar, shifoxona hujjatlari va komissiya nimani inobatga olmaganini ko'rsatishingiz kerak. Men amaliyotda eng ko'p ko'radigan xatolarni sanab o'taman. Birinchi xato muddatni unutish. Odam hujjatni sandiqqa solib qo'yadi. 3 yildan keyin esa qayta ko'rik sanasi o'tib ketganini biladi. Buni oldini olish uchun qayta ko'rik sanasini telefon kalendariga, daftariga va farzandining telefoniga yozdirib qo'yish kerak. Ikkinchi xato hujjatlarni oxirgi haftada yig'ish. Komissiyaga bir hafta qolganda poliklinikaga borilsa, barcha mutaxassisga kirish, tahlil topshirish, xulosa olishga vaqt yetmay qoladi. Ayniqsa navbat ko'p bo'lgan hududlarda bu katta muammo. Eng to'g'ri yo'l muddat tugashidan kamida 2 oy oldin tayyorgarlikni boshlash. Uchinchi xato eski hujjatlarni yo'qotish. Shifoxonadan chiqish varaqasi, operatsiya bayonnomasi, MRT xulosasi, onkologik davolanish hujjati, insultdan keyingi epikriz kabi hujjatlar juda muhim. Ular kasallik tarixini ko'rsatadi. Agar asl nusxa yo'qolsa, shifoxonadan dublikat yoki arxiv ma'lumotini so'rashga to'g'ri keladi. To'rtinchi xato faqat tanish bilish orqali ish bitadi deb o'ylash. Hozir elektron tizimlar kuchaygani sari rasmiy hujjatning ahamiyati oshyapti. Tanish odam maslahat berishi mumkin, lekin komissiya qarorini tibbiy dalillar belgilaydi. Shuning uchun eng kuchli himoya bu tartibli hujjat, aniq tashxis va vaqtda topshirilgan ariza. 5-xato komissiyaga bormaslik. Ba'zi fuqarolar baribir pensiyamni olaman deb o'ylab, chaqiruvni e'tiborsiz qoldiradi. Keyin to'lov to'xtaganda yugurib yuradi. Agar chaqiruv kelgan bo'lsa, uni jiddiy qabul qiling. Bora olmasangiz, sababini oldindan ayting. Kasalxonada yotgan bo'lsangiz hujjat ko'rsating. Harakatlana olmasangiz yaqinlaringiz orqali murojaat qiling. Men sizga yana bir muhim maslahat beraman. Har bir murojaatingizni ishsiz qoldirmang. Poliklinikaga bordingizmi? Qaysi kuni borganingizni yozib qo'ying. Ariza topshirdingizmi? Nusxasini yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgini oling. Telefon orqali aytishdi degan gap keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Rasmiy masalada imkon qadar yozma iz qoldirish kerak. Agar siz keksa ota-onangizga qarayotgan bo'lsangiz, ularning hujjatlarini o'zingiz tekshirib chiqing. Ko'p ota-onalar sanani tushunmasligi, ko'zi yaxshi ko'rmasligi yoki bolalarimni bezovta qilmay deb aytmasligi mumkin. Natijada bitta muddat o'tib ketadi. Farzand sifatida siz pasport, pensiya hujjati, nogironlik ma'lumotnomasi va qayta ko'rik sanasini bilib qo'ysangiz, katta muammoning oldini olasiz. Agar pensioner boshqa viloyatda yashayotgan bo'lsa, ro'yxatdan o'tgan manzil va haqiqiy yashash joyi masalasini ham aniqlashtiring. Ayrim xabarlar ro'yxatdagi manzilga borishi mumkin. Shuning uchun yashash joyi o'zgargan bo'lsa, pensiya organi, poliklinika va boshqa tegishli idoralardagi ma'lumotlarni yangilash foydali bo'ladi. Yana bir nozik masala, komissiya natijasida pensiya miqdori o'zgarishi mumkin. Masalan, guruh o'zgarsa, to'lov turi yoki miqdoriga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Shuning uchun qarorni olgach, pensiya organidan yangi to'lov qanday hisoblanishini so'rang. Qachondan boshlab to'lanadi? Farq puli bo'ladimi? Qaysi oyda tushadi? Qo'shimcha hujjat kerakmi? degan savollarni aniq bering. Demak, eng asosiy fikr shuki, hamma pensionerlar bir xil tartibda majburiy shifokorlik komissiyasidan o'tadi degan gapni vahima bilan qabul qilmaslik kerak. Oddiy yoshga doir pensiya olayotgan fuqarolar uchun bunday umumiy majburiyat odatda yo'q. Lekin nogironlik pensiyasi, nogironlik nafaqasi olayotganlar, muddatli nogironlik guruhi bor fuqarolar, qayta ko'rik sanasi yaqinlashganlar va hujjatlarda nomuvofiqlik bo'lganlar bu masalaga juda jiddiy qarash kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun hujjatlaringizni ochib ko'ring. Qayta ko'rik sanasini aniqlang. Poliklinikaga vaqtida murojaat qiling. Barcha tibbiy xulosalarni yig'ing va komissiyaga tartibli tayyorgarlik bilan boring. Bu ishni oxirgi kunga qoldirmang, chunki pensiya va nafaqa masalasi oilaning kundalik daromadi. Dori-darmon xarajati va yashash barqarorligiga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz yoki yaqinlaringiz shunday chaqiruv olgan bo'lsa, izohlarda yozing, qaysi hududdansiz, sizdan qanday hujjatlar so'raldi, komissiyadan o'tishda qanday muammo bo'ldi. Boshqa pensionerlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz hamda pensioner tanishlaringizga yuboring.